Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bizni kuzatuvchilar, biz obunachilar, sog'misizlar, omonmisizlar? Men sizlarga hali qo'yib borayotgan ishimizni, ish jarayoni davomini xudo xolasa sizlarga qo'ymoqchimiz. Bizni kanal rivoji uchun kanalga obuna bo'lib qo'ying. Do'stlaringizga ulashib qo'yinglar akalar. Bizda hammasi xullas yaxshi, ishonchli ishlar bo'ladi. Rishotka mana balkonga abrishotkalar boshlandi. Ustakalar balkonni perilalar. Sizlarga ichkarilarni ko'rsataman. Ichkarilarni ham demontajlar tugatib, xudo xolasa anaqaga tayyorlab qo'ydik. Beton ishlariga, ustakalarimiz ishlariga baho berib, o'zinglar yoqsa yoqmasa like, dislike qilib bosib ko'rasizlar akalar. Xudo xolasa inshaalloh mana shu 1-2 kunda perikrita monolitlarini qo'yishni boshlaymiz. Kolonna, hammasi. İşler avcıda. İşler bo'lyapti. Olishyapti. Nasib qoldi xolasi. Bo'p ketamiz ki. Taxtalarni mana qilib adden qilib ajratib qo'yganmiz. Musor adden, anaqasi adden ketishyapti. Musorlarni olaman. Monda xudo xolasa deyarli ancha demontajlar bitib qoldi bunda ham. Akalar bizni kuzatib boringlar, xudo xolasa. Bizni kanalimizni rivoji uchun, kanalda videolarni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'ysanglar, har bitta qo'yilgan videoni birinchilardan bo'lib ko'rib borasizlar, xudo xolasa. Biz sizlarga harakat qilamiz, iloji boricha yaxshisini ilinishga. Demontajlar, nimalar bo'ldi. Endi akalar bizga usta bolalar kerak bo'ladi. Telefon nomer qo'yib qo'yamiz. G'ishuradigan ustakalarimiz kerak, kilatga qilishga. Ish jarayonlari ketyapti. Mollar ishlashyapti. Temirlar, kolonnalar hammasi perikritaları olinadi. Shuncha temir bor bu yerda. Qaranglar.
Ey Alloh. Shu izdanyalarga ana usta bolalar kerak bo'ladi. Bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Pullarni har 15 kunda ratchet qilib ketyapmiz. Hozirgi paytda. Tepasi qoldida. Pollari qanaqa temirlar bor bu yerda. Bu zdaniya 6 podezlik, rosa uzun. Mayet arendaga lesa beradigan joy mana. Ana shu baza. Ishchilar temirlar to'plab qo'yapti mana o'zlariga olib ketishga. Hayla. Xullas mana shu binolarda o'zimizni qo'llarimiz bilan ustakalarni mehnatini bitish jarayonida ko'rasizlar, o'zingizlar baho berib borasizlar. Har bitta qilinayotgan ishga akalar o'z fikringizni qoldirib akalarning mehnatini hurmat qilib klass bosib qo'yaverasizlar akalar. Bizlar ham mana yangi chiqib kelayotgan yosh blogerlarimiz. O'zingizlar ko'tarib ketishimiz ham sizlarning qo'lingizlarga bog'liq akalar. Bemalol mana o'z fikringizni qoldirib izohlarda yoqsa yoqmasa like dislike qilib bosib Olg'u O'zbekiston deb yozib ketsanglar bo'ldi. Biz xursand bo'lamiz. Xudo xolasa boshqa videolarni ham chiqarishga harakat qilamiz. Dokument, sotiladigan uchastkalar bo'lsa, boshqalar bo'lsa, hammasini qo'yib borishga harakat qilamiz sizlar. Yoritib boramiz, xudo xolasa. Patentlar qaydan qanaqa qilib olish hammasini qo'yib boramiz. Mana shu Xudo qo'lagan. Bu akam bilan 5-6 yildan beri ishlaymiz birga, xudo xolasa. Peterda ham birga bo'lganmiz. Marlupilda ham birgamiz. Ha, xudo qo'lagan. Assalomu alaykum. Hammaga salom. O'zingizdanmi? O'zimizdan, O'zbekiston bu yerda. O'zbekistonmi? Ish zo'r. Kelaverasizlar. Kelaveringizlar ishga. Qancha bo'ldi aka siz bilan tanishganimizga? Menda 3 yil bo'ldi. 3 yil. 3 yil. Dan oshdi. 2022-yil Peterda birga ishlaganman, shundan hazilgacha. Akalar mana shu obyektlar. Reshuriladigan hammasi bor. Telefon nomerlari qo'yib qo'yamiz WhatsApp. Bemalol WhatsAppdan aloqaga chiqaverasizlar. O'zingizlar ehtiyot qilinglar, sog' bo'linglar, omon bo'linglar.